Ro'za tutishga oldindan tayyorlanish uchun top 5 ta maslahat. Birinchisi, hozirdayoq to'g'ri ovqatlanishga odatlaning. Kechki ovqatni yengilroq qiling. Yog'li, shakarli ovqatlarni kamaytiring. Ikkinchisi, suv ichishni tartibga soling. Ya'ni kunlik suv balansini to'g'irlab oling. Kun davomida 1,5–2,5 litr suv iching. Uchinchisi, uyqu rejimini to'g'irlab oling. Ya'ni vaqtli uxlashga odatlaning. Kunduzi ham 20–30 daqiqa uxlab olish organizm uchun foydali. To'rtinchisi, organizmingizni tekshiruvlardan o'tkazing. Organizmdagi yashirin muammolar, kasalliklar ro'za tutishni og'irlashtirishi mumkin. Va 5-chi asosiy maslahatim, organizmingizni parazitlardan, toksinlardan hamda bakteriyalardan tozalab oling. Bunda sizlarga detoks mahsuloti yordam beradi. Detoks tarkibidagi achchiq tarvuz ekstrakti, sano, limon, olcha ekstrakti, zanjabil ekstraktlari organizmingizni tez hamda oson tozalashga yordam beradi. Qolaversa siz ro'za tutish davrida yengillik, tetiklikni his qilasiz. Ovqat hazm qilish yaxshilanadi, ichak mikroflorasi normallashadi. Mahsulot to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, kommentariyaga detoks so'zini yozib qoldiring.